duolarimizni qabul qilgin. Ya Rabbim, sening va'dang bor. Sen menga duo qilinglar, duoinglarni ijobat qilaman degansan Rabbim. Senga mana shunday ishonch bilan, umid bilan, ixlos bilan sening huzuringga kelib, qo'llarimizni ko'tarib turibmiz Rabbim. Ilohim, muhtojlikdan, ya Rabbim, senga muhtojlikdan qo'llarimizni ko'tarib turibmiz Rabbim. Ilohim, bilamiz bizlar xato qiluvchi, adashuvchi, gunoh qiluvchi bandalarimiz Rabbim. Ya Rabbim, sening g'affor bo'lgan ism sifatlaring bor ya Rabbim. Ya Rabbim, bizlar mana bu qilayotgan gunohlarimizni sendan qo'rqmaganimizdan, sendan hayo qilmaganimizdan emas, balki nafsimizga ergashib, shaytonga ergashib bu gunohlarni qilib qo'ydik Rabbim. Bizlar sening huzuringga